Umr poyezdga o'xshaydi. Ammo bu oddiy safar emas. Bu yo'qotishlar safaridir. Birinchi vagonda bolaliging o'tiradi. Buvingning duolari, bobongning mehribon qo'llari, beg'ubor kulgular. Hali yurak og'riqni bilmaydi. Hali ko'z yosh nimaligini anglamaydi. Lekin poyezd harakatni boshlaydi va qaytishi yo'l yo'q. Qaysidir bekatga kelganda buving tushadi. Ortidan bobong. Ular bilan birga bolaliging ham tushib qoladi. Vagonda ularning hidi, ovozi, mehri qoladi. Ammo o'zlari yo'q. Seni erkalagan qo'llar yo'q. Seni duo qilgan lablar sukutda. Yurakda esa birinchi katta yoruq paydo bo'ladi. Poyezd yana yuradi. Keyin ota-onangning navbati keladi. Ular ham qaysidir bekatda qolib ketishadi. Bir paytlar seni asrab avaylagan insonlar endi faqat xotiraga aylanadi. Sen esa ularning bo'sh o'rinlariga qarab, ichingdan singan holda yashashni davom etasan. Vagonga yangi odamlar chiqadi. Ammo ular sening og'rig'ingni tushunmaydi. Ular sening bolaligingni bilmaydi. Sening yo'qotganingni ular uchun hech qanday qizig'i yo'q. Yillar o'tadi. Bir paytlar qadrli bo'lgan do'stlar ham birma-bir tushib qolishadi. Qachondir joningga jon qo'shgan insonlar seni tanimagandek bo'ladi. Sen esa ularning ismlarini tilga olganda ham yuraging qimirlab ketadi. Qariy boshlagan sari odamlar seni kamroq eshitadi. O'zingni ular orasida keraksizdek his qilasan. Go'yo ular sen tushunmaydigan tilda gaplashayotgandek. Eski xotiralar bag'riga o'zingni tashlab, unsiz yig'laysan. Eng og'iri shu. Kechalari eski bekatlarni sog'inasan. Buvingning ovozini, onangning quchog'ini, otangning panohini qo'msaysan. Xotiralaringni quchib yig'laysan. Ammo poyezd orqaga qaytmaydi. Hech qachon qaytmaydi. Va bir kun sening ham bekating yetib keladi. Sen ham poyezddan tushasan. Sen ham kimningdir xotirasiga aylanasan. Balki seni ham sog'inadiganlar bo'lar. Balki umuman hech kim sog'inmas. Poyezd esa sensiz ham davom etaveradi. Eng alamlisi shu. Biz qolamiz deb o'ylaymiz. Ammo barchamiz tushib qolamiz. Faqat